qisqa muddatda, juda ham qisqa muddatda, albatta og'riqsiz, hech qanaqa og'riq sezilmasdan zamonaviy apparatlar. Biz bir hafta oldin operatsiya qilgandik gemoroy bo'yicha. Bu kishi Qashqadaryodan kelgandilar, bizga Samarqandga operatsiyani qilib bergandik. Hozir bugun keldilar, xabar olgani bizga o'zlari aytib beradilar. Operatsiyadan oldin birinchidan gemoroy bezovta qiladi. Gemoroy ozgina ko'proq, biroz og'riq, ozgina qonash kuzatilgan. Doktorimiz mana Farhod aka Saidovni Instagram sahifalari orqali topib, o'zi bilan telefon xabarlashib, keldim. Xudo xolasa, bir hafta oldin operatsiyamizni nihoyatda qisqa muddatda, juda ham qisqa muddatda, albatta og'riqsiz, hech qanaqa og'riq sezilmasdan zamonaviy apparatlar bilan, albatta hech qanaqa jarohatsiz, mana xudo xolasa bir hafta bo'ldi. Ish joyiga qaytib, bir kunda javob berishdi. Xudo xolasa mana Farhod akamiz oldiga hozir rahmat aytganlik o'zlari yoniga kelib, mana xabarlarni yonlariga keldim. Xudo xolasa hammasi joyida. Ko'rik paytida ham ichki ham tashqi gemoroy aniqlagan. Ularni bittada ikkalasini ham zamonaviy lazer usulida hamda germanskiy оборудованиеda olib berdik. Bemorni ertasi kuni uyga javob berdik. Hech qanaqa og'riqlar, qon kuzatilmadi, bitish jarayoni juda tez ketdi. Ana o'zi ishga qaytibdilar, shuncha uzoq yo'ldan bizani ko'rishga keldilar.